Mana shu O'zbekistonga bir nimanidir berib ketishim kerak, qachon o'lishimni bilmayman, ketguncha bir nimani berishim kerak deb qaysi biringiz ro'za tutasiz? Baraka topinglar. Hammangiz ro'za tutayotgan paytda bir-birimizga niyatingiz qabul bo'lsin, niyatingiz qabul bo'lsin, niyatingiz qabul bo'lsin deymiz. Lekin so'rab ko'ring-da, qanaqa niyat qildingiz bu ro'za tutganda desa, shu biznesim yurib ketsa edi, kelinim o'g'il tug'ib bersa edi, qizimni baxti ochilsa edi. Ishqilib o'zingizga bir nimanidir so'rab siz aniq qilasiz-da, ro'za tutasiz. Lekin bu ham noto'g'ri. Aslida bandasi birinchi o'chiritda O'zbekistonga nima berishim kerak? Siz O'zbekistonda tug'ildingizmi? Demak, siz mana shu O'zbekistonga nimanidir berishingiz kerak. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Men bu dunyoga nimaga kelganman, nima qilishim kerak, nima berishim kerak, meni missiyam nima deb savol berganmisiz? Bermaysiz-ku. To'g'rimi? Rahmat kattakon. Потому что odamchi faktga qarash kerak-da. Faktga qarasangiz borku, ozgina ko'zingiz ochiladi. Ana palonchi aytdi, pistonchi aytdi, pistonchi aytdi, dursangiz idoratda odamlar. Odamlar.